Assalamu alaykum. Karvan Sadası programmasının aziz möhtərəmləri. Kəminə Dilnurdan həmmіңlərə otluq salam. Bugün biz 50 yıllık hayatını Uyghur xalqının drama və kinoçuluq atıgan ataqlıq aktyorimiz Ayşem Kerem'nin hayatı bilan tanışıp çıkımız. Ataqlıq kino teatr artisti, muqam töhbkari Ayşem Kerim. 1959 yılı Şanghay Hayyan Kino Studiyası bilan Uyghur diyarı Kino Studiyası birleşip işleyen diyarimizda tunji Uyg'urlar turmushi aks ettirilgan Bo'stonliqda Tantana nomli hikoya filmda kooperativ mudiri Barat mudirning ayoli Oyimxon obrazini yoritib xalqimizga tonilgan ataqliq kino teatr artisti muqam töhbkari Uyghur diyarı san'at yurti muqam ansamblining davlatlik birinchi darajalik artisti marhuma Ayşem Kerim 1931 yılı 10. ayda Kordi shahriga qarashliq To'richi yeza 50 Katman kentida san'at xumar dehqon oilasida tug'ilgan. Kichigidan tatibla san'atga ishtiyoq bog'lagan Ayşem Kerim boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'lardan tatibla naqshi aytish, usul o'ynashdagi mahorati bilan maktabdagi o'quvchilarning maqtishiga sazovar bo'lgan. 1950 yılı yo'ldishining xizmat yo'tkilish sababidan Urumchiga kelib, sobiq o'lkalik kadrlar maktabiga, ya'ni hozirgi avtonom rayonlik partiya maktabiga o'qishga kirdi. Hamda maktab san'at atritiga qatnashib, naqshi aytib, usul o'ynaydi. Dramalarda rolga chiqdi. 1975 yılı Qizil Chiroq xotirasi 1980 yılı Nasriddin Efendi 1982 yılı Ra'noning to'yi 1984 yılı 3 yosh 1988 yılı Taş üstüde içilgan gül qatarlı kino ve televiziya teatrlarida rol elib Uyghur diyarının kinochilik sohasidami o'chmas izlarni qoldirgan. Ayşem Kerimning kino teatrlarda rol elishdan boshqa naqshi aytishdimi alohida mahorati bo'lg'ashqa 1980 yılı avtonom rayonlik muqam tadqiqot ishxonasiga, ya'ni hozirgi muqam ansambliga yo'tkilib chiqib, Uyg'ur 12 muqamini qazish, ratlash, unga elish va sahnalashtirish ishlarida zo'r xizmat ko'rsatgan. Men Yasinning uydan kelgan elchiga ma'qul deb qo'yibdimi qarslar? Ular bir-birini yoqtirib ko'rishibdi emasmi? Voy, meni qo'ydilarmi? Ajrashib ketadi-ku. Ma'qul deb qo'yganni yondirishga bo'lmandi ekan. U Yasin degan bir nima hech nimasi yo'q saraliq bir gadoy tursa, qaysi pulga to'y qila oladi? Shahratning oilasi bo'lsa, tegishakdidim boy. O'zi maoshliq. Uning uyida yo'g'on bir chamadonda mix puli bakin emasmi? Uning ustiga Ra'no qizning oksi bilan inisining to'y ishini o'zim qilib beraman deydi. Fatimxon, Ra'no gapirmaydigan bola bo'ldi. Amina xacha, men o'z bo'g'ach butun oilalarning g'amini yeb shunday qilyapman. Shuhratning Ra'noni yoqtirib qolganlik kelgan bir omad. Hozir jamoatchilikka ishlar o'zdiriga oyan. O'tgan Habibaning to'yini yarim yo'lda o'tkazib qo'yib, hozir xalqning og'zida so'z cho'chak bo'ldi. Endi Ra'noni quruq qil saraliqqa beribasizlar. Qandoq bo'ladi? Endi qandoqmi qilamiz?
O'zlari yaxshiroq o'ylab baqsizlar. Men qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Undaq bo'lsa, Yosin degan bolaning chayini qaytarib atkili bo'ladimi? Bu tasrak ish. Biroq sizlar to'yliqni eg'irroq tasla. Ular cho'ng qilishga maqdir yetmagandan keyin o'zlari yanmay hech amali yo'q. Sizlar deb baqsizlar, men to'yliqni qanchalik salsam bo'lar? Mana bu sextingimni to'y bo'lgan Oyshamning to'yliq mollarining tizimligi ekan. Yosin bunchalar to'yliq qilishga pul chiqara oladi. Menmo shu tizimlik bo'yicha to'yliq solan. Endi buni Ra'noga qanday deymiz? Bolalarning ishiga ota-onalar igdorchilik qiladi. To'yni tezroq qilaversaklar ish bitadi emasmi? Shundaqdimi, texmi o'ngishli bo'lsin uchun biz Ra'noni chiroq bir joyga avatib o'taylik. Ondan shu fursatdan foydalanib biz Yosinni to'yliqqa qistaylik. Fatamxon, bu tizimlikni kim opritasi bo'lar? Ne apritamamdi, shundoq qistlar. Voy, mana. Rahmat. Qadaqlana. Ammo rahimsiz kasal 1998 yili 9 oyning 8 kuni Uyg'ur xalqining munavvar farzandi Uyg'ur diyarining kino, teatr va muqamchilik sohasida tanilgan san'atkor Oysham Kerimni oramizdan mangulik elib ketdi. Ammo bu peshqadam san'atkorimiz Oysham Kerim Uyg'ur xalqining qalbida mangu hayot.